电视机前的观众朋友们，你们好！你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆博格拉文化传播有限公司联合制作的大型电视文艺节目《帕里迪欧丝绸之路之声》栏目，我是主持人李嘉德。Salam ekran oldidagi er millat ko'rman do'stlar. Kang to'ri ahli, shundaqla naq maydondagi yetakchi ustozlar. Ko'rayotganinglar Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Bug'ra madaniyat taqtish sherikti birlashib uyushtirgan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti tajdarliqdagi cho'ng tipdagi televiziya universal san'at programmasi 5-qarar Pavideo Ipak yo'li sadosi programmasi. Men riyosatchi Nijat Vali Yaqub. Senin en ahırgı tanlışın? Aygıl Mağlam'ı tanıdım. Tanıdım mı? Mübarek olsun. Çin aşık namlıq naqşınız bilen ustazlarla emas barchamizni naqşınızga hem avazınızga aşık qıldınız. Keyingi basqıçlarda yeni nadir kuylarga yandash naqşınızga taqazzamiz. Merdan xalq naqşısı etdi. Hem bu xalq naqşısını vayığı yetkizib, özünün joy-joy bizekleri bilen, puraqları bilen şundaq vayığı yetkizib orunladı. Merdanның avazı hem xuddi göş yegəndək küçü ba, toluq avaz. Hem mən özümü xalq naqşlarını bək yaxşı görüb anlayman. Hem muşu cəhətdən nurgun tədqiqatlarını, izlenişlərini apağanlığım üçün Merdan qrupumğa kelgan vaqtında başqa ballar bilen qandaq əsərlərini qısaq, texmi yaxşı buludu. Gruplarga bölgən vaqtında qaysı grupga, qaysı balı bilan bölsəm, texmi yaxşı bolğan ünümlərə erişələyimiz degan maqsad qılıb turub Merdanni grupamga qabul qıldım. İşini mən bizning ballarımız ən gözəl, ən yaxşı, ən yenilik holatda xalqimizga yangi əsərlərni ham yaxşı bolğan nadir bədii əsərlərni vücudga keltirib sunalaymiz. Keskin tanlashlardan keyin ustozlar o'z guruhisiga bir-biridan qobil mahirlarni tanlab oldi. Endi bu sonimizda kimlar qaysi ustozning guruhisiga tanlanib kiralaydi? Yana qaysi mahirlarning qanday go'zal kuylarga jo'r bo'lamiz? Diqqatinglar, Pavideo Ipak yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bu? Pavideo. Nima endi qanday maqsad deb ketdim? Bak ko'ki bo'lsa, jigan yaxshiroq uyqu sufitini yaxshilaydi ekan. Meni anglaykan bu. Qizli bo'lsa, toksin haydab, o'shan ravonlashtirdi. Rahmat. Nomini olgan rahmat. Tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti mahirlarga omad tilaydi. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va sofliqni asos qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Şinjan Pavideo sodichaklik sherikti programmamizning tajdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Şinjan Yashin tibbiy dorigarlik cheklik sherikti programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Algat Shipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Şinjan Yengnur Biopantexnika cheklik sherikti yaqindan yordam bergan. Emisi Aygül Mağlam, siz tövendeki naqşını bir ilan qilib bersiz. 等待。大家好，我叫阿米尔阿里普，来自和田地区洛普县。Köpçülük yaxşımısılar, ben Amircan Galip, Xotay vilayeti Lop nahiyasidan keldim. Özüm bir başlangıç mektep müzik o'qituvchisi.
o'qituvchilik bilan shug'ullanib kelayotgani 20 yildan ko'proq vaqt bo'ldi. Hozirga qadar izchil muzika ma'rifi bilan shug'ullanib kelyapman. Bu qitimqi Ipak Suli sadosi programmasiga qatnashib, o'zimning yaxshi bir ifodamni joriy qildirsam deb o'ylayman. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Pay Video Savdo cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa-mu 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yingnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo argiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.
İpek o Sadası programmasını nereden gördün? Televizordan telefonu kögül bolmam. Boldu. Depegine kirgizalar. İzdeş dep kirgizadish. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. 这个少数民族歌手，直接用汉语演唱，我觉得他感情各个方面把握的还是挺到位，唱的也不错。 Hürmetlik ustozlar, ekran oldidagi barliq suyuk tomoshabinlar, Xota viloyati Lopnayasidan kelgan Amirjon G'olibdan hammanglarga o'tliq salom. Hozirgi vaqtimiz xayrli. Shu kasbiy sohadagi naqshchilarga yaqinlashib qolgan bir shundoq bir yaxshi naqshchi mau ovoz ishlatish huqumingiz xili yuqori ovozli bo'lgan qarishingiz xili yuqori ekan shunga menga yoqdi chunki ovoz ishlatishingiz nafaslar joyida endi biroz yuqorisiga chiqqan vaqtida ozroq qiynalish bor lekin ovoz ishlatishni bek yaxshi uqdi ekansiz Jig'ib aytganda naqsha yetishib bek mos ekansiz. Rahmat. Amirjon kasbiy maktubi yoki boshqa ishlar bilanmi? Bayam unutib qolibdim, men o'zim boshlang'ich maktab muzika o'qituvchisi. Menga 20 yil bo'ldi. Izchil shu muzika ma'rifi bilan shug'ullanib kelyapman. Amirjonning ovoz aloyidligi menga yaradi. Bular bu naqshning hamda mayli tuvan, mayli yuqori qismlarini bitirib qilish bo'lsin. Azraqli yetaklab qo'ysa shu g'urud ketadigan bo'ldek ko'rdim men bir. Alloh bola. Bekda ilgirlaydigan-chu. Rahmat bo'lmasdan. Bu naqshimi xanlay tunja aytgan u bek cho'ng naqshchi. Nayta vazni va cho'ng naqshlarni aytadi. Bu naqshni shunday muvaffaqiyatli aytilgan asar o'zimi cho'ng asar. Bu naqsh asarlarining ichida. Bu inim bo'lib shu ovoz Nınki küçü işiltiş, her cihetten yaxşı buluştan başka çün diyen bir elimden Cayda inçik egilip men mazır men alanmadım ben de bu xil adam alanmaydı gaya. Şu atizlik içinde stres bilan şu pırakna hammasını to'liq elib birinci basqıchda ishda tushdi. Meninki bir sabablar bo'lib qoldi, o'rlanmaslikda, lekin menga shunday arzidi, shunday yoqdi. Rahmat ustoz. Güzel bak yaxshi aytdingiz. Bek güzel, bek chiroyli o'rnida aytdingiz bu naqshni. Xanlayninki ovozimi shundoq chan yillari adamni rasmiy vibratorlari adamni rasmiy vücudunu titrek o'ltiradigan necha brigadalarini o'ltiradigan ashtaq ovozchi. Siz texmi bir inchkilik nuqtalarga diqqat qilish bilan birga yana azroq uyg'urcha yinsularni qaytadan shunday chiroyli o'rnatdingiz bu naqshni bek voyaga yetkazayotdingiz hamda hamma naqshchilarniki o'ziga bo'lgan talabi o'xshamaydi ham shu shinmay deymiz go'zallikka bo'lgan qarshimi o'xshamaydi bizning go'zallikka bo'lgan qarshimiz jamiyatning o'zgarishiga qarab zamonning o'zgarishiga qarab taraqqiyotlarga qarab yana o'zgarib turadi-chu. Sizda shundoq bir shimay bor ekan. Shu go'zallik bo'lgancha, shu estetikani siz qo'g'lashib turib, shu go'zal ovozlarni chiqaryapsiz. Davomli tirishing. Shundoq chiroyli ovozingiz bor ekan. Mening gruppamga kelsangiz, texmi cho'ng jiq asarlarni aytamiz. Şu Ayşegül muallimning tili bo'yicha aytganda erkaklarga xos ovoz. Xallining ashundaq tariflaydi. Xallining ovozini ashundaq tariflaydi. Bu enimizda ashundaq erkaklarga xos bir yo'ruq ham kuchi va bir ovoz ekan. Shundaq yaxshi, bak yaxshi ijro bo'ldi bu naqsha. Rahmat ablar ustoz. Bizning ovoz ilmiyligi bo'yicha aytsak, sizniki Meyshin Tungsuga kirdi, Aygul muallim. Meytung bo'ldi. Şuna mening gruppamga kelsingizmi qat'iy ziyon yo'q. Buni o'ylashib qo'yamiz. Nima degan yaxshi tanlash qara. Biz mavo ukamning naqshlarini men anglagan burun. Buningmi naqshi aytish tarixi o'ttir hesab bilan Alloh azal 20 15 yillar mabaynida naqshi aytib kelayotgan yigit bu kichik vaqtdan tatib hozir yaqindan beri şu ma'rifning xizmatlarining jiddiyligi sababidan mening bilishimcha 3-4 yil bo'ldi naqsh aytmag'ili. 3-4 yillik naqsh aytmaslik cho'qim
azroq chekinish bo'ldigan bir ish bu. Bunda ustozlarningki yanılı ko'zi nihoyatda o'tkirki. Mayli ko'rib tursin, mayli ko'rmay tursin, oyoq qarab turgan holatdami, mushu bo'pmi Ayşegül bilan Aygül davomli mush o'quvchilarning ovoz bilan shug'ul anglab kelayotgan, tadqiq qilayotgan bo'lg'achqa, u azroq ilmiy tarbiya ko'rgan yoki faqatla tarbiyasiz bolalarni oshaq qarab turib his qilib davatidi. Bu haqiqatan bir tajriba. Abay Ayşegül dedi, "Mey tong" deb. Meşin bilan tong suvning orlig'ida bir yerda bir narsa chiqarib olgan. Bundan naqshlar bekchiq. Shu uslubni tepib natija qozonganlar bekchiq. Agar bu yigit bir oy kasbiy ma'lumotlarning yoki tajribalik ma'lumotlarning qo'lida o'zini asli keltirish bosqichini beshini o'tkazsa, cho'qim yaxshi odamlar yaxshi ko'radigan, yoqtirib anglaydigan bir insonda taraqqiy qilish ehtimolligi intayin cho'ng. Sizlarga aferin deyman. Mushu ustozlar tajribali ko'p ketibsizlar. Men his qilganlar o'xshash bo'lyapti-da. Shuna qaraganda menmi xeli Sizga imkoncha tursiz. Baş ustoz. rahmat. Shu biz xo'sh bo'ldik. Hamma ustozniki sana bergan yaxshi baholardan faxrlandik. Endi oxirgi bir tanlash fursatini sana beramiz. Bir ikki og'iz yurak so'zing bilan oxirgi tanlashingni e'lon qilsan. Oldi bilan mening shu sahnaga kelishimga olay turtki bo'lgan ota-onamga, bo'libmi akamga chin ko'nglimdan rahmatimni bildirib olsam, mamlaga rahmat. Uningdan keyin qolsam shu bayam Abdulla ustozmi deb o'tdi, xizmatlar bek oldirashchaq. Shunda chog'da endi bizga menga shu fursatni yaratib bergan ma'rif idorasi rahbarlariga shundoqlam maktabimizning rahbarlariga chin ko'nglimdan rahmatimni bildirib olsam, mamlaga rahmat. Ustoz men uchun o'rindiq aylantirdi, men to'liq pek xush bo'ldim, hayajonlandim. Hammangizlar mening qalbimda shunchalik buyuk, shunchalik ulug', hurmatli ustozlar hamda tanlashga to'g'ri kelsa bu pek tasga. Shundoq. Meningki oxirgi tanlashim Ben Alizakin. 20 yıllık ikram hayatımda kino filmler rollarını şu obraz doğru oynarken güzellikini, tabiatın, tabii sorumuzda süvürüp geldim. İstanbul'un bu şerlerin kamçalarını tabii yollandım. Tabiatın sorumlusu tuttuğunda siz süvürüp geldim. Gündüzdeki şimdi, gündüzünü cumalandınız. Siz gülün, ben şerlerim. Üstünüzge həssilər, hüsün koşulğan təbii duyğular. İzleş apitaldaki filmla ilansız süzük yenilmiştir. Vakalet bu faktı kırım kılalaysız. İzleş tercümanı devlet ortak dil yazığı ügünüşteki en önümlü detal. 200 mingdan artıq sözlük ambar seplengen. Akli iktidarlık. İzleş kirgizgüç, kolaylık ve köp iktidarlık. Tercüme iktidarı ve çolpanlarının çıray ifadesi koşulgan. Acayip, pakiz duygu. Pakiz söydüğü intizarı. Tabiat bana pakiz hissiyat ata kılıdı. Su ba joyda pakizlik ba. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işenç taşkından başlangıcı.
Taşkın Aksıl Talqalları. Sertan algı tish pastasını bilemsiz. Sertan tish pastası Sayram Gölü'nün Everest'e elingan Tianshan soğuk su algısından işlengen patent hukukiga ega. Men Mevlan Memtimin. Sertan algı tish pastasını her biringlarga tavsiye qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan soğuk su algı tish pastası. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çeklik Şirketi mayırlarga omad tilaydi. Mövlana ustoz. Naqşыңızdan huzur aldık. Özünüzге bo'lgan ishonchinizdan madad aldık. Ustozimiz Mevlan Memtimin sizdagi talantni qezib chiqarib, bizga texmi nodir asarni suna oladiganligiga ishonamiz. Bizning Amir inimizning aslida ba ovoz sharoitidan boshqa men shu Amirjonning keyingi bosqichlarda yetaklash orqali yaxshi unum paydo qilishga mening bir xil ishonchim paydo bo'ldi. Shunga men Amirjon uchun o'rindiq aylantirdim. Amirjonning bizning Yangi Nur guruhiga kelganligini qizg'in qarshilayman. Tunji qar deydi. Başını bir anlap bakdı. Tunji qar. 大家好，我是来自乌鲁木齐的选手吴拉丁。Ko'pchilik yaxshimsizlar, men Urumchidan kelgan mayor Miral Muhammadulman. Men o'zim Shayxans qurilish yo'yandinki 2-yilda o'qiyman. 2014-yili kichik vaqtlarimda shu televizordan Ipak yo'l sadosiningki tizim tish uchurini ko'rgan vaqtida menda bir xil o't paydo bo'ldi-da, hamda shu vaqtida qatnashib baqsam ishim cho'ng'igan vaqtida deb. Endi 5-qarar Ipak yo'l sadosiga tizim tish orqali shu o'zimda bor bo'lgan talantni texmi joriy qildirishga tirishiman. Meningki bu qatimliq musobaqa qatnashdiki nishonim bo'lsa, o'zim tayyorlab kelgan naqshlarni yaxshi aytib, ustozlarningki qoyilig'ini qo'zg'ash. Tunji qarda uçuratdım seni, oppoq çimen ustida taman. Tunji qarda uçuratdım seni, oppoq çimen ustida taman. Yüreklerim soğdu sen üçün ve lekin pervasız sen aman. Yüreklerim soğdu sen üçün ve lekin pervasız sen aman.
Yüreğim şadlıktın bek yirak. Süyüp seni gülüp bakmadı. Yüreğim şadlıktın bek yirak. Yaş görüş hatamı seni, rast sözün etkin akını. Yaş görüş hatamı seni, rast sözün etkin akını. Hicranınğı bergin hatıma, Vısalınğa yetküzgin sen meni. 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 Paridio'nun teriye çatış merimiz terem yakşemez dağıtkanlıktan. Sen mi şıltırken sen de bunu ha? Vay, Allah işçillam şınıptı digine bu. Tabiiylik ve saplıqni asas qilib ishlangan kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo savdo-chaklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. 这个选手很年轻，唱的还是挺到位，好像有点紧张一点而已。 Bağlıq ustazlar yaxşımsızlar, ekranlı görmələr yaxşımsızlar. Mən Ürümçidən gələn Mayır Muradil Muhammedullaman. Özüm Şeyxans quruluş şöyəndinki pişkinçilik oxutuman. Quruluş şöyən dedi. Bu qaysı kəsbdəsə? Yeni energiyalik maşın tədqiqatı. Yeni energiyalik maşın tədqiqatı. Tokluq maşın. Quyosh nurluq. Tokluq maşın. Ablat ma'lum aylandı. Qanchalik o'zining ilqi hozirgi hissiyotdan bir so'zlab baqa xo'sh bo'ldingmi yo 4 yil ma'lumni aylantirish xiyoling bormidi? O'zim sal jiddiylashib qoldim-ku, men sakna chiqaqdan. Lekin Ablat ma'lumning o'rligini bilma xo'sh oldim. Munimi yaxshisin degandek. Ablat ma'lum aylanğını mu ya? Aylanğını mu ya? Ya, bobdan da Ablat ma'lum aylanğını. Sal jiddiylashib. Aylanmaganda yaxshiroq. Munimi yaxshisin degandek. Ablat ma'lum aylanğını mı? Buni qama, mayli degandek. Davat topsa boshqa deb qolgan. Yaqin shu Ablat ma'lumning o'rligini bu hamda. Bunda deydi buni. Bo'pmi Ablat ma'lum aylanğını bak xo'sh oldim degine. Bo'libmi shu Ablat ma'lum o'lgan vaqtida bak hayajonlanib ovozim ba'zi kontrol qilinmagan bo'lishi mumkin hamda. Qara. Kamchiliksiz o'quvchini ko'rib baxmadim hozir kelgicha lekin saqam. Menimcha sen bu naqshni chiroyli aytding haliqi. Urilishingda xatolik yo'q. Mencha kuyini biroz tuvan qilib qo'yapsa o'zingga nisbatan. Odatda ma'balning ovozi bundan yuqori chiqadigandek turdi. Shundoq. Qog'inni men ma'lumdan anglay, Ablat ma'lumdan. Mencha bu inimga o'rilib to'g'ri qildim. Xato qilmadim. Chunki bu naqsha menga bek tunishliq, tomoshabinlarimizga bek tunishliq, menga andim bek tunishliq Abdulla akamdan qaslam. Chunki Abdulla akam tunji bu naqshni ijro qilgan vaqtlardan tortib biz shu yenida atrofida. Shunga Abdulla akamningki
mukammal voyaga yetgan holatda aytib o'tishini uni hammamizga ayon aytib o'tgan. Ammo bu inimninki aytqinida bir ovozida nayta bir sodda bir tabiiylikni his qildim-chu men. Sodda bir tabiiylikni his qildim, o'zini ish qilib mencha bir kichikgina bir yerda bir qalim ishani qanday qildi deb tursam ashadagi farqni inchga elbil o'tib ketdi, qachida o'rildim. O'rilgandan keyin bu taqimi bekaraq hayajonda sal jiddiylashib qolib o'zini kontrol qila olmay qoldi. Ammo men ovozini yaxshi ko'rdim. Mushuni bir xillikqa sodda bir holatga aytgan bir holati menga qalbimga ta'sir qilib qolgan yer bo'ldi. Qog'inni o'zim bilaman. Kelgan boshqa talash tortish yo'q. Mening guruhim kelsan bo'ldi. Tunji qar temisidagi naqshingiz bilan hammamizni izgu tuyg'ular qo'yniga boshlab kirdingiz. Ablat muallimning Tashqin gruppasidagi sarxillari ichidan o'rin olganligingizni ko'rdik. Sizga yanada zo'r natijalarni tilaymiz. Muradil Muhammad bu o'quvchimiz Tunji qar temisidagi naqshini aytdi. Ya'ni bu naqsha ayni vaqtda Abdullah ustozning tilidan og'zidan aytdi. Abdullah Abdurahim ijrosida naytda yaxshi o'z ifodasini topgan bir naqsha. Ammo shunday naytda bir yaxshi naqshchilarimiz tarafidan mukammal ijro bo'lib ketgan naqshlarniki yana ikkinchi bir naqshchi tarafidan aytilib bir yurakka ta'sir qilgandek bir holatning ifodalanishi bu oson ish emas. Bu mohirimiz shu Abdullah akam aytgan shu ayni vaqtdagi mush naqshida bo'lish tegishlik bir hissiyat tuyg'ularni naytda joyida yaxshi ijro qilish bilan birga yana o'zida bor bo'lgan bir alohidliklar bilan ba'zi bir his tuyg'ular, ba'zi bir puroqlarda o'zgacha bir xoslik bilan ijro qilgan mush tarafi menga qalbimga ta'sir qildi. Shuning bilan men o'rildim. Bu mahirimizniki mening yana Tashqin guruhimizga kelganligini qizg'in qarshi olaman. Menga yaxshiroq bir tish pastasi tavsiya qilsam. Voy, ta'limli adash dersan. Mana bu Yangi Nur shirkatininki Sertan Alga tish pastasi. Sen işkine yaptık hemen ta'limga kelib sen ishilta adash. Sertan Alga tish pastasi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur Biofan texnika cheklanish shirkati mahirlarga omad tilaydi. Mevlam muallim yana bir naqshni e'lon qilasiz. 最美的还是我们新疆。尊敬的各位老师，亲爱的观众朋友们，大家好，我叫努尔曼古里阿布莱提，来自新疆巴楚县文工团，专业歌手。Hürmetli ustozlar, tomoshabin do'stlar, yaxshimisizlar? Men ismim Nurimangul Ablat, Xinjiang Maraldi Shinoyasidan keldim. Ipak yo'li sadosi programmasi yo'l qo'yilgan bir izchil o'sha programmani yoqtirib ko'ryapman. Ham izchil qatnashgan bo'lgan bo'lsa-mu, xizmat sababi bilan, o'qish sababi bilan, turmush sabablari bilan qatnashamay qolgandim. Bu qitim bu programmaninki, ya'ni 5-qara Paridio Ipak yo'li sadosi programmasining o'quvchi mahir tanlash e'lonini ko'rgandan keyin tizimlatdim. Bu sharafga erishganimdan to'liq xursandman. Bu musobaqa orqali o'zimninki eng yaxshi holatimni joriy qildirib, shu Ipak yo'li sadosi programmasining sifatli holati olib berilishiga assamni qo'shaman deb o'ylayman. Ishonamanki, bu qitimqi musobaqada cho'qim yaxshi natija bo'ldi deb o'ylayman.
Ekran altındaki aziz görmənlər, təbiilik və saplıqna asas qılıb işlənən kozur məhsullatları hər millət iste'molchilar tərəfindən təbiətdən gələn sovğa deb təriflənən Şinjan Pay Video Sodi çəkiliş şirkəti proqramımızın tajdarlığını aldı. Bu proqramımızı rayonumuz yeni taratqı sahasında uçqandək tərəqqi qılıbatqan məzmuni sarxıl, elansız, süzük filmlər mücəssəmlənən izdaş əbditali alayda tələb qılğan. Rayonumuz təvəssüdə təbii içimlik işləp çıxırı sahasındakı qolluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik çəkiliş şirkəti proqramımız bilan strategilik həmkarlaşdı. Bu proqramımızda Beyjan Taşqın Xalqara Pay Kontrol Güroyu taşqın yürüşlük sağlamlıq məhsullatları və tartuq yürüşlük kolaları alayda qolladı. Bu proqramımızga Sertan Alga Çipasısı qatarlıq patentlik ali məhsullatları bilan alqışqa erişkən Şinjan Yenginur Biopentexnika çəkiliş şirkəti yaqından yardım bergen. 这首歌唱得非常好，可以说他这个现在他这个唱的这个声音啊非常好，非常甜对，能够唱到这个水平，说明他这个应该说是非常到位非常到位，感动了很多人。 Sevimlik, hürmetlik ustozlar, yaxshimisizlar? Men de sizlarga seg'inib salom. Nurimangul yaxshimisiz? Rahmat, Nurimangulni men obdan tanıyman, bizningki jutdan. O'zi nihoyatda pishqan yaxshi naqshchi. Mushu naqshi aytishniki mayli yerli xalq anglari bo'lsin, mayli ommabop uslubdagi naqsh bo'lsin. Qayang'i salsak shu vazifadan to'liq o'zisin chiqadigan nihoyatda yaxshi naqshchi mening nazarimda. Men boya bu naqshini Mavlon enim e'lon qilganda biz hammamiz asli nusxasini o'ylovdik-ku. Men shuning ichida mayaga kirgandan keyin bir anglagandagilar bu Jingju shakldagi o'zgartirilgan bambasi ekan, o'zgartirilgan shakli ekan. Nihoyatda kutilmagan bir tasodifiylik oldu. Men Nurimangulning ovozini qanday uslubda naqshi aytsa anglab bilib olayman. Çünkü bizning o'tirimizda nurg'un hamkorlik bo'lgan. Hesabda men Maraleshidagi vaqtimda Nurimangul boshlang'ich to'liqsizlik vaqtida 96-yılim, 95-yili shodlik bo'lgan Maraleshi degan badiiy filmda şu başlangıçlı vaxtınız mı? Şu başlangıçlı vaxtıda şu filmge qatnaştırılgan bir naqshini nihoyatda sifatlik aytib, başlangıçlı vaxtıda şu vaxtdan tartib Maraleshida voy mushundaq bir Maraleshda mendaq bir kichik qiz bor ekan, ovozi chiroyli ekan, tatli ekan, yaxshi naqsh aytadi ekan degan buni ta'riflashga nail bo'lgan. Ondan keyin deb o'tgandek shu maktablarda o'qib qaytgandan keyin Maralesh naisi madaniyat san'at ishlari uchun izchil aşağıda nurg'un natija ko'rsatib kelyapti. Shu men ma naqsh bilan bir tonimay, lekin nima bo'lsa ma Jingju bansida menga nihoyatda arzidi-chu. Ma shaklini men anglab boqmagan ekanman. Bu nihoyatda ustunlik bilan yaxshi o'zgartirilibdi Jingju ban shaklimi, shundaqmi? Estetikdan bak yarashtiribdi-chu yangi nusxa. Ondan keyin bir ayron qolganim Nurimangul Bayman degandek nihoyat ko'p qirliq san'at xodimi, ko'p qirliq madaniyat san'at xodimi. Qaysi yoqqa salsak shu yoq, ammo Jingju tarafga tortish, Jingju tarafdami bundaq talant borligini men bugun tunji his qilishim. Lekin o'zi izchil tirishida, to'xtamay o'rganish bilan, to'xtamay mush kasbga nihoyatda qizg'in, cheksiz bir mehr muhabbat bilan mushundaq muomala qilib kelayotgan naqshchi. Shunga men qaraganda mushinimi o'rganibdi yana. Mush Jingjuni maqsad o'rganmasa, mendaq poroq hissiyatlarni mendaq elib mangolmaydi. Rahmat ustoz, rahmat. Şu maqsad o'rgandingizmi yo o'zingiz sirliq tirishib o'rganib oldingizmi? Bizning shu janub taraflarda butun mamlakat miqyosida hamda Jingjuni aytishni umumlashtiryapti-chu. Ma'ni andan keyin o'zim anglab o'rganib olgandim. Demak, zikni o'tkir ham muhimi bu kasbni eng bak jon dil bilan suyib kelayotgan bo'lg'achqa, shunday to'xtamay ilgirlab o'zini shu alalashtirib shunday men o'tgan. Bunda chiqib aytganda mening xabarim bor. Viloyatlik o'makdan taklif qilib o'tkab ekitishga necha qatim iltimoslar bo'lganlik. Nihoyatda xush bo'ldik bugun shu sahnada Nurimangulni ko'rib. Rahmat ustoz. Men bak xush bo'ldim. Meningki gruppamga kelishingizni chin dilimdan qizg'in qarshi olaman. Rahmat. Men eng oxirida o'rilgan, endi men bilan Nurimangul bilan bak kona, agar mayli boshqani gap bo'lmasa men sizlarga beraman. Nurimangul maktabdami bak yaxshi aytdi, o'qitgan vaqtdami. Ondan keyindan shu xizmat munosabati bilan Maralbeshga ketdi. Uzun yillardan keyin yana bir ko'rishdik, yaxshi ishlab etib ekandik. Men ovozni tunimabdiman. O'rilib bo'lganga hayron qoldim. Mishaga
Bu sahne kelganınız bek yaxşı oldu Nurmangul, bek hoş oldu. Andan qağa 3 ustaz, qağa 2 ustaz men bilan qo'shib. Men Nurmangulning bir ishini bilaman-ku. Bu Nurmangul bayam ablatkam ta'riflagan taraflari hammasi haq, hammasi rost. Biz müşə turibman aytılqı hürmetlep aşındaq ötüdigan bir yaxşı naqşçı Nurmangul. Aniki yan bir tarafı hamda muş ablatkam hamda Nurmangulning qalbida ajoyib yuqori o'rni bor. Men cho'qim shunda o'ylayman, mush ablatkamni challab keldimiki deb o'yladim men. Hamda agar bizga kelib qolsa biz yanmaymiz. Lekin men hamda Nurmanguldan bizning studiya hammamiz yaxshi o'timiz-ku, mening ayolim bilan yaxshi o'tidi Nurmangul, biz yaxshi o'timiz. Hamda Nurmangulning bizning bildig'inimiz hamda shu ablatkamning ajoyib hamda bir yaxshi nima finsisi Nurmangul. Cho'qim men ashta deb o'yladim, hamda gumonim. Yo'q, rostmi yolg'onmi yili bilamiz buni. Shunga men kelsa, xo'sh bo'lib kapsiz Nurmangul deb yana keyingi qadamlarni bilmangizga biz o'rtaq tirishimiz. Mayli, hamda agar kelmasangiz hamda mayli ablatkamni tanlasangiz Alloh Nurimangul bek aqılliq naqshchi ekan. 最美的还是我们新疆bu naqshini men mandaq Jinju bansini daha anglab baxmaptı men tunca anglashim. Bu Jinju banımız şundaq vam meyalatda şundaq to'ldirib bek yaxshi etib berdingiz, mukammal holatda. Hamda ovozlaringiz shundaq yig'ilgan, paqroqligimi yo'qimigan, men javninki gongminglarmi shundaq iniq ochiq holatda shundaq yaxshi o'rnab berdingiz. Agar hamda mening gruppamga kelsangiz, bizning yana nurg'un asarlar bor. Birlikte vücutga chiqarib, uni yana boshqacha yo'nsularda qilib baqsaq bo'ladi. Rahmat. Meşang'ın bir tatip akıl deydi o Aygül malum sizden. Tatqılı ulu deydi o. Milli çığa, Jinju'ga. Bu da Meşang'ın bir tatili. Yaxshimsiz. Yaxshimsiz malum. Nurimangulni men Fujongda o'qiyotgan tatib bilaman. Bizning Fujongda o'qiyotgan, Fujongda o'qigan. Da hammadamni bilasiz siz. Anadan keyin uzoqroq yashab ketdim. Shu Fujongda bitiriblam, ketib qoldingiz. Keyin araliqda cho'nglar ma'rifiga bir kelgan bo'ldingizmi? Muqam sinfga keldim. Ikkinchi qaror muqam sinfga. Shunga men sizga xil tonish, lekin bizning muqam sinfning 3 sinfning bolalarga Jinju tuvandan adam kelib Jinju o'rgatgan. Uning yoshga yarasha asarlari bo'ldi ekan. 16 yoshlik adamning asrini bizga bas bo'lmaydi ekan. Ularni bizga bir 2-3 kun nazariya jihatdan dars o'tdi. Yugurib kelib, u har kim kelib etmaydi ekan uni. Yoshga loyiq asarlari bor ekan. Bunda ishkanda bu. Bu ularning Jinjusiniki ayrim bir tipkan u. Shuningga bizning bolaligimiz o'rgatdi. Shu nima Qizilchiroqniki naqsini o'rgatdi. Ashuna qilib shu jarayonda quloq azroq pishib qolgan. Siz bugun rasmiy shu Jinjuning o'zining aloyidligini shundoq keltirib aytyapsiz. Abay shu Aygul Malum degandek rasbek aqlli ekansiz. Shuningga meningki gruppam kelsingizmi, menda Jinjuga loyiq asarlar xeli bor. Rahmat Malum, rahmat. Va boshqa asarlar bor. Chiqdi mendan. Rahmat. Qaysi guruhga kelishingizdan qat'iy nazar sizningki yaxshi utuq natija bilan har bir bosqichdagi mahoratlaringizdan uzr olishga tashnamiz. Rahmat ustoz. Yana birdan maqtayilmi bo'ldimi? Bo'ldi, xizmat qildim. Anda bo'lsa, ya qarabtimi deb nima qilaylik? Siz hozir endi oxirgi qaroringizni e'lon qilib bering bizga. Tadila ustozim men uchun o'rindiq aylandi, ona ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Oxirgi mening qarorim İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, orambaxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar, menga shunchalik yarashdi.
Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi Dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. O'zgacha tam. Isil xuruj. Tanlangan xam material. Mehminimiz uzilmadi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi. Dasturxonning zinnati bakchi. Xinjiang Yaqin xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. Bazaga berip, tartıqni elep, saqlaqanmısın dep tezlikte qaytib, qani işim mehmonlar desem, kola bulam şundaq bula, dep bo'lib hashaq o'chganda. Yig'izni açsınızda mı kapat çıkıdı? Tartık kola. Sertan algı tish pastasini bilamsiz? Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Namtiman. Sertan algı tish pastasini har biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algı tish pastasi. Mening bir orzuyum bor. Buvamam kunda menga hamroh bo'lib o'ynasa deyman. Qaranglar, sizlarga nima yetib keldik? Dilkar Nobeyji, Kuchingizni tozalashda huzur. Nima yeysiz shu huzur. Kunda bir tal yeysiz, uyquni yaxshilaydi. Zehningizni urg'itadi. Uchayni yaxshilaydi. Uyquni yaxshilaydi. Yoshlik jilvasi, borgancha yashirsiz. Dilkar Nobeyji. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıqimga madad. Coşqunluq va ishonch Toshqindan boshlang'usi. Toshqin oqsil talqonlari. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Qiyofatimning yiqimliq bo'lishi uchun ortiq tashamga hech ehtiyojim yo'q. Ammo pokizlik, xushbiroq va uning eltisi bo'lish uchun obrazga mos kelgudek salofat bo'lish kerak. Salofat davrga mos kelgan bo'lish kerak. Meningcha erlarga mos keladigan pavidio bo'lish kerak. Pavidio erlar yurishdiki. Pavidio. Sertan alga tish pastasi qatorliq patentliq oliy mahsulotlari bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika cheklik shirkati mayirlarga omad tilaydi. Ablakim ustas. Bizga sungan naqshingiz to'liq klassik naqsha. Aşı klassik naqshini voyaga yetkazib, o'rinlab, ustozlarning qoyilligiga erishma oson emas. Ablat muallimning sizni yetaklab, sahnalarda nurlantira olishiga ishonamiz. Nuri Mangul, maqatim toza to'nib-to'nimayroq o'rildim. Ammo o'rilishda yana tuzaymaydi qayshi bo'lmay Xinjiang degan hammamizga tunishlik. Buni naqshi bir naqshini elib ketdi, ammo bu naqshiniki Jingjubansi ekan. Bu Jingjubansi hammamizga ma'lum, ko'rganlik adam ko'rganlik naqshchi, yugurib qo'paplam aytib ketib olmaydi. Jingjuniki shu hissiyotlarni, agitmi puroqlarni aynanligi bilan ijro qilib shu xoslikni tepib chiqish undoq oson ish emas. Bu mahirimizga 4 yil ustoz to'liq aylandik. Hammamizningki qoyilligini, mayligini qo'lga keltirdi. Shu guruh ichida yana mening guruhimni, yana Toshqin guruhini tanlab bizning guruhga qaytilganligini qizg'in qarshi olaman va bu mahirimiz bilan bundan keyingi bosqichlarda eng yaxshi bir holatlarda o'rtaq tirishib yaxshi natijalarning bo'lishiga ishonaman.
Meni sen çok bazarlardan tonup kaldı sen canan, tonup kaldı sen canan. Sen bana şen emdi, şen emdi, şen emdi yar. Ey künüp kaldı sen canan. Sen bana şen emdi, şen emdi, şen emdi yar. Ey künüp kaldı sen canan. Nur yapraklı söygenden, su kırgaklı söygenden, su kırgaklı söygenden, asta asta bilmezdin, bilmezdin, sezmezdin yar. Ey suyup kaldı sen canan. Asta asta bilmezdin, bilmezdin, sezmezdin yar. Ey suyup kal sen canan. Bana bak oynayın yeri ha. Kas. Yama yeri geldi. Kulak katmaya geldi. Mengülük bu könglimni bilip kaldı sen canan. Kayda bilip kaldı sen canan. Yüreğimnin üstüge kızıl güldek, etür güldek yar. Ey ünlük kaldı sen canan. Yüreğimnin üstüge kızıl güldek, etür güldek yar. Ey ünlük kaldı sen canan. Ünlük kaldı sen canan. İsel. Allah'a rahmet. Ölme kılam gidip jürküm serip yaman testi ettim. Şunda pişkan avazısa örülmesek set bombamda birinci avazım var. Birinci mısranı algan ölgendikin dehşet ayacağım da ettim o degan. Birinci mısranı algan dikillam Ağine Muhammed Tursun'un avazı g'ajab o'xshaydikin ha.
depli örilib qarasam bu ağaynam o'zi ekan emasmi? Voy rahmat, teşekkürler. Bunda mı o'xshamdi Manda deb. o'xshamdi deb qarasam o'zi ekan. O'zim o'xshamdi ham Rahmat. Usulga tushib ketmay ketdik adash. Endi sal xijil oldik aldanda bo'lmasa. Bir şey shunda tushib ketdim. Shunda bezud. Şu men bu usulni birlikte ekkagan, naqshniki orliqda bir egildigan yerlerim batı, onu unutib qaptım men. Aşağı qoldi. Shuni bo'lgan bo'lsa, anim ekkagan bo'lsam, bir qo'lliqla bitirib chiqib ketdim de sen. Adışım bu yeni naqsh o'xshamamda. Bu naqsha xalq naqshi. Bizniki atışdiki bizning ustoz san'atkor, xalq san'atkori Aziz Muhammad akamizniki ijodiyati. Degan ahanda. Shu. Muzikasi Aziz Muhammad akamizniki so'zini Muxtar Bug'ra akamiz ustoz. Musha shuna anglamoq keldi. Xalq naqshlarining ichida mening anglamganlarim yo'qmiki deyman. Shuning bilan yig'ishtirib ekilib bo'lgan. Mishe shu Ipak Yolu sadasının 5-qirliq mush mayirlar bir madad vergach bizligimi bir sizlarga bir taqdim etgach 4 ustozga. Andan keyin men mush Ipak Yolu sadasi programmasi yo'l qo'yilgan 4 qarar programmaning takliflik baholag'uchisi ham birlikda qatnashib kelyapman. Shunga nurg'un mayirlar shu Şinjan Bog'ra Madaniyat tarqatish cheklik shirkatining o'rlashtirishi bilan shu program yo'l qo'yilgandan keyin nurg'un bizniki izbosarlarimiz yetishib chiqyapti. Shu budoq shu 5-qarorlik shu programma xizmat qilgan maylarga, tanlangan maylarga madad bergach, Şinjan Bog'ra Madaniyat tarqatish cheklik shirkatining buningdagi taraqqiyotining yaxshi bo'lishi tilakdek bo'lgach, sizlarga bir salom bergach, yuragimda naqshlarni ep keldim qaranglarni. Yuragimning ustida tiksinib dangab yomon payzika ya. Yuragimning ustida qizil guldek, atir guldek unib qolasan janan. Naqshning temisi janan. Yangi naqsh o'xshamamdi deb so'rashimda birisi anglamagan ekanman. Ikkinchidan bu og'inam o'zi kasbiy naqshchi. O'zi kasbiy naqshchi, isil naqshchimiz, yaxshi og'inimiz. Bu yaqindan beri şiir yazıp şunda ketyapti bu og'inam. Shunda isil she'rlarni yaqindan beri biz ko'rgan she'rlarga qaraganda bu kesil burundan badek. Bu emdilarda chiqayotgan gap. Ammo shunda mukammal, shunda isil yaxshi baddiligi shunda yaxshi bo'lgan, yaxshi she'rlar chiqyapti. Bir kunisi faqat ayajinim basamma og'inam nemish bu silimi shu dedimda davomli aralashib o'timiz mana shoirlik jihatdagi she'riyat jihatdagi bu talantini ilgari bizga his qildirmay o'zi shu yezib kelyapti. Yaqin yozi shundoq chiqyapti yaxshi she'rlar. Andan keyin muzikasini o'zi yozadigan bo'lib oldi. Manda yerlar bor. Shunga mushunimi o'zidimiki deb so'rasam, o'zidan chiqmay qoldi, ammo bu og'inam naqsh aytishdan boshqa muzikani yezib she'rni obdan yezib shundoq rahmat yaxshi qamlashtirib ketdi-da. Qarsamada do'stimizning madad berishi, ustozlarning madad berishi, Muxtar akamdek shoir akalarimizning madad berishi bilan endi bu alqi o'zi yiqib o'ziga navoiy nenibek tatidida men shu endi o'zimiz yezib, o'zimiz ishlab, o'zimiz aytsak, shu saypning o'zi kiyimni o'zi pichib, o'zi tikib kiysa bek yarashqanga o'xshash. Shunda bir embek tetimli qo'ldi ekan, ham o'zimiz xotirjam aytayotganmiz. Bizgimi tetiydi adash nening tomdan yaxshi chiqasan. Rahmat. Taqasini tatgan bo'lsa, bundan keyin taxmin tirishman. Abdulla akamga bir yaqila. Bo'ldi, rahmat. Tonini qisdi, bundan qilib bir yaqamiz. Yerlik ximiyat turib turgan beqar. Bo'ldi, rahmat. Kimdan Mevlan arkaysi ustozlar mushu Mehmet Tursun og'inimizning bugun vaqt chiqirib içeride bir egizpas o'ylamay mush bolalarni qo'llash, ustozlarni qo'llash, rag'bat berish o'quvchilarga sababdan shu sahnaga yetib kelib bugun alayda bir nomer ko'rsatgan o'ziga bizni aytib chin ko'nglimizda rahmat aytsak bo'ladi. Naqshlarini yaxshi ko'ramiz adash. Burundan birinchi qarodan tatib baholag'uchilar ichida bor, undan boshqa o'quvchilarni tarbiyalash ishlarida bor. Rahmat. Shunda bizning jiq tarafda qarzimiz bor sizlarga. Voy rahmat. Muxtar aka qadimimizga, hurmatimizga loyiq akamiz. Rahmat. Isil bir ovozdan biriga erishdim deb kimni birinchi ulab bassam, rahmat. Bu ish chiqadi. Men endi
ikkimiz bir sinf ilgirki o'qigan. To'g'ri. 95 bitadi Mehmet Tursun. Mehmet Tursunning shu vaqtida ovozi bek yaxshi. Biz shunday havas qildik. Rahmat. Biz mushu baldek naqsh aytolmay mush maktabdan ketib qoldigan o'xshaymiz deb. Rahmat, Chunki o'chaqlarda qo'shni mashq uylarda mashq qildik. Muqamni shu chaqni muqaddimini Mehmet Tursunning og'zidan anglab, nim degan chiroyli bundaq yosh bolalarning ovozini anglab baxmagan deyman. O'ziga mush qobiliyati bilan, o'zining mush yuragidagi bir parcha o't bilan muqam ansamblga shunda g'albilik o'zining qobiliyati bilan o'rinlashdi. Hozirgacha men hech qanday mijoz xarakterida yo u yoq bu yoq hech qanday o'zgarishga bir xillam shunday saposi yuqori, qalbi go'zal, ovozi andan go'zal. Anidan keyin o'zining shu o'qishga bo'lgan va o'zining kasbiy saposini o'stirish uchun o'zining shu muqam o'rinlash an'anaviy ijrochilik sohasida magistr aspirantning birisi. Magistr aspirantning birisi. Aygul xonim guvoh uningga biz qo'rqmay aminimiz deb yurib Mehmet Tursun akamning bizga bo'lgan ta'siri shunda cho'ng bo'lgan. Ayni vaqtda magistr aspirant o'qiyotgan vaqtimda Mehmet Tursun akam mendan bir qarar yuqori ketdi. Yuqori o'qitib ekan shundoq alqa kasbjon, izlanishjon, o'sha har kuni sumkasi yenida baliba, notda baliba ichida. Hozirgacha mana ish qilib Mehmet Tursun akam o'sha ugunishini tashlamadi, izlanishini tashlamadi, tadqiqotini tashlamadi. Sizning bizga bo'lgan ta'siringiz bek cho'ng aka. Bizning shu muqamchilik ishlarimiz bo'lsin, bizning milliychi naqshchilik ishlarimiz bo'lsin. Sizdan ugunayotganlarimiz shunda jiq, siz hammamizga ulgu bo'lib mengwatsiz, shu yoshlarimizga ulgu bo'lib mengwatsiz. Bundan keyingi bolalarimizga ulgu bo'lg'isi aka. Sizning tiningiz salomat bo'lsin, ishlaringiz o'ngishli bo'lsin, utuqli bo'lsin. Rahmat. Men bir ish qilib qolib, men seni bizniki izbosarlarimizga beray. Mishat o'tag'an Abdulla do'stimiz ustoz san'atkor anandikin 4 ustozlarning tanning salomat bo'lishi, buningdan keyingi ishlarning utuqli bo'lishini tilayman. Yana shuning bilan birga Shinjang Bug'ra madaniyat tarqatish shirkatininki shu Yepak Klub Sadas programmasini mangu mukammal qilib bizning yaxshi shu bitilayotgan bizning izbosarlarimizni taxmin yaxshi sanalarga erishtirib, yaxshi izbosarlarni yetishtirib chiqishi, ham sani berishni chin qalbimdan umid qilib, sani sizlar bilan xo'shlashmoqchi. Rahmat. Rahmat. Rayonimiz yangi taratqu sohasida ushqandek taraqqiy qilayotgan, mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izdash aptitali mayirlarga omad tilaydi. Unda bo'lsa, hozir Avarguli degan naqshni anglaylik. 大家好，我是木轩，来自昌吉。2017年，我从北京回到了新疆，听说了丝绸之路之声，并且看到了很多与丝绸之路之声有关的链接。在丝绸之路之声这个节目里，看到了许多非常好的歌手，他们通过丝绸之路之声去展示自己独特的歌喉、独特的声音，以及对家乡的热爱、对情感的倾诉。 我觉得这是一个非常好的平台，所以这一次我也报名参加了丝绸之路之声，希望能够通过这个平台，也将我的声音传递出去。 我骑着马儿唱起歌儿，走过那野岭，看见了美丽的阿尔古里，天涯海角。 有谁能比得上你？哎呀，美丽的阿尔古里。
知道美丽的瑶儿故里，灰色的小兔，它的家在哪里？哎呀，美丽的瑶儿故里。我骑着马儿唱起歌儿，走过那一里，看见了美丽的瑶儿故里。我要寻找的人儿就是你。哎呀，美丽的瑶儿故里。Suyun tam okşmayda. Bulam arkadaş. Buldu. Yaşanan yan çıkan mineral suyulurken seni işçi vasıtası da geldim. Rayonimiz təvəsidə təbii içimlik işləp çıxırış sahəsidəki qo'lluq karxana Şinjan Yaşın Tibbi Doğrugerlik Çekili Şirketi mayırlarga omad tilaydi. 这个丝绸之路之声呢，过去呢少数民族选手比较多，现在呢这个影响也扩大了。各位导师大家好，我是穆轩，来自昌吉，我是一位合唱指挥。我一直是往这边看的嘛，我看到他的这个表演，他比唱的还厉害，这个指挥给自己指挥，这个动作是我才明白，我还以为，哎，这个学生为什么要大量的这个动作？他会耽误你的唱功。平时就是乐队合唱指挥，所以就是这工作习惯。你在那个长吉州，光是指挥，还是有的时候也跟他们一起唱？没有唱过。啊，你是指挥啊？对。你觉得你今天的发挥怎么样？有点紧张。是，我们也觉得，尤其是开始特别厉害，中间还好一点，然后还有一点。特别高兴的一件事情就是阿依古丽老师为你转了啊，太好了，太好了。我们呢现在希望你以后这个跟着阿依古丽老师声乐方面学更多的知识，将来这个舞台我们还想看你的更精彩的一些节目，来吧。Programımızdaki Milletler İttifaqlığının ülgisi sahnemizdeki yana bir gül Muşan. Naqşingizdan ustozingizda emas, hammamiz suyundik. Aygül muallim sizdagi talantni bayqidi, ham sizga ustozlik qo'lini sundi. Bu qo'llarning abadiy bo'lishini umid qilamiz. Muşan bizningki Shodoshi fan daşöning dirijorlik kasbini ham ijodiyat kasbini bitkazgan qiz bo'lib, bu qizda keng doiradagi universal mayli nazariya asos bilimlari bo'lsin, mayli kasbiy asos bilimlari bo'lsin, shundoq puxta bilimga erishgan qiz. Lekin bu qizning shu naqshi jihatdan taraqqiy qilg'usi bor, o'zini ham ovoz tusimi shundoq chiroyli bo'lganligi uchun men bu qizni tarbiyalab ketalayman degan umidda gruppamni qabul qildim. Mushanni Yashin gruppasi qizg'in qarshi oladi.
o'zgacha ta'm. Isil xuruch, tanlangan xam material. Mehminimiz uzilmadi. Dasturxonga to'ldi barakat. Hamma to'ldi xushalliqqa. Avomdan sizga rahmat. Tetit qo'la sarkisi bakchi, dasturxonning zinnati bakchi. Şinjan Eqin Xalqaro savdo cheklik shirkatidan yangi sovg'at bakchi. İlliq uyga isil bezak, oltin uzuki yoqut ko'zdek mos keladi. Aziz teningiz, bebaho umringiz, ko'rkam, oram baxish ham sizga xos qilib bezalgan uyingizda texmi qadr qimmatli bo'lsin. Hashamatlik, ozoda va yep-yangi muhitni Xinjiang Gogo Xungla bezakchilik qurilish shirkati sizga beg'ishlag'usi. Uy bezashda men Gogo Xunglani tanladim. Rozi bo'lganligim uchun sizga tavsiya qildim. Gogo Xungla. Men har tong saharni dilkar kiygan holda kutib olaman. Sizga, bizga, millionlarcha qizlar qaddiga shuncha yarashgan dilkar menga mu shunchalik yarashdi. Dilkarning har bir pasonida o'zgacha madaniyat, har bir nusxasida xos bir latofat bor. Kuylarim xalqimga yoqsa deyman. Xuddi dilkar menga yoqqandek. Dilkarga al havaslanib boqqandek. Dilkar. Sertan algıç pastasını bilemsiz. Sertan tish pastasi Sayram ko'lidan avrishga elingan Tianshan sovuq suv algisidan ishlangan patent huquqiga ega. Men Mevlan Namtimin. Sertan algıç pastasını her biringlarga tavsiya qilaman. Sertan tishni chimitish uchundir. Her günü kech sahar tong qo'limizda bor Sertan. Sertan sovuq suv algıç pastasi. Taşkın demek vücudumga kuch quvvat. Taşkın derdi sağlamlıkımga medet. Coşkunluk ve işet taşkından başlangısı. Taşkın aksıl talqanları. Bazaga berip tartıqni elep saqlaqanni sundab tezlikda qaytib qani ishim mehna Allah desem kola bulam shundaq bular deb bo'lib hashab o'chganda yig'izni açsanız da mukafot chiqadi. Tartiq kola. Acayip, pakiz tuyg'u. Pakiz sevgiga intizorman. Tabiat menga pakiz hissiyat ato qiladi. Suv bor joyda pokizlik bor. Tabiatdan kelgan yashin mineral suyi. İzdash aptitaldagi filmlar ilonsiz, suzuk, yengilishsiz. Vakolatchi bo'lib taqitib kirim qila olasiz. İzdash tarjimoni davlat o'rtaq til yozig'i o'rganishdagi eng unumli detal. 400 mingdan ortiq so'zlik ombir saqlangan. Aqliy iqtidorlik. İzdash kirgizgich, qo'laylik va ko'p iqtidorlik. Tarjima iqtidori va cho'lponlarning chiroy ifodasi qo'shilgan. Çiğdemler yıllar ekran hayatında kino filmlerdeki rollerini şu obraz bulup oynayıp keldi. Güzellikini, tabiatni, tabiiy so'g'isidan sug'urib keldim. İstanbul'daki bu şehirning ko'chalarini tabiiy yo'llar bilan tabiatning so'g'isi sutida sizga berib keldim. Gul ustidagi shamda gul bo'lsin, juvonlar bo'lsin. Sizgül, danışık. Müstemizke, hassıla, müsün koşulan, kendi gibi olur. Beijing Taşqın Xalqaro pay kontrol guruhi, Taşqın yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pay Video savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika shirkati izdash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartuqlaydi.
Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mahirimizda bo'lsa, Şinjan Yaşın Tibbiy Doğrugerlik çekiliş şirketi 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mahirimizda Beijing Tashqin Xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiblaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Şinjan Yingnur Biopan Texnika çekiliş şirketi 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiblaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishmo ergiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizdan mana shu katta imtiyozlarimizga erish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Anda olsa biz Ayşegül Malım'dan bir tövendeki nakşını ilan kılıp verişine iltimas kılaylık. Zep mi çıraylık geldi bahar? Umma buludu. 大家好，我是歌手派斯莱提亚森，来自新疆库尔勒。Yaxşımızlar köpçülük, mən Naxçı Pəzlət Yasin bulaman. Mən Koruldan gəldim. Bu qətim 5-ci qarar Pəridiyo İpək Yolu Sadası proqramımızğa qatnaşdıq məqsədim. Neçə yılın yanğı tövəllərdə xidmət qilish səbəbi bilən şu proqrammağa qatnaşış bir arzuyum bolsunmu? Şu səbəblər bilən kelənməyən idim. Bu da yaxşı bir fürsətni çiң tutub Üzəmnin neçə yılın yanğı şu tövəllərdə xidmət qilib, qançalik bir təcrübə savaqlarına ega boldım. Ondan sırt məni yaxından ətrafda qollab, çoxumuş səhnəyə çıxan bir qətim dəb bana mədət ilhamlarını bəgən yaxın dostlarım, kəsbdaşlarım, ustazlarımınki mədətlər bilən bu qətim bu səhnəyə bir çıxıb özümni sınab beqish üçün gəldim.
bana. Keyfiyatin qanday adaş? Keyfiyat o'tqodash. Abla, o'tdek keyfiyatin muzdek tartibning ichini keldim go. Zal, isinasini kes jumadashmo. Kelar birini o'tlayli. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari mayirlarimizga omad tilaydi.这是一首老歌，就是老歌新唱。一般这个一首歌可能10来个人、20来个人唱呢，感情不一样。这个呢，它声音很洪亮，感情很充沛，有一种内在魅力。我觉得唱的还挺不错的。唱的挺好。Suyumlik ustozlar yaxshimisizlar? Ha, men ismim Fazilat Yasin, Ko'rildan keldim. Fazilat, siz odatda şu naqshini boshqa yerlarda jiq aytdingiz mi? Ya bu naqshini aytib boqmagandim burunman. O'shundami? Bu Fazilat kona naqshi aka. Ha, to'xtanglar. Sizlar tas qaldinglar, ba'zilaringlar orqada qolg'ili. Oldinglarga berib shariatlab qo'yay degandim. Bunday odam topqanda cho'qim qilishib beqish kerak. Sizlarga lozim bo'ladi. Ha, o'zigimi foydasi bor, sizlarga foydasi bor bunday odam. Aytib boqmabdi-ku mana naqshini. Aytib boqmay turmishda aytdi qaranglar. Buning taqi aytib boqqan naqshni aytgan bo'lsa, chikimollaq tushdinglar. Yaxshi naqshi bu. Biz onda bo'lsa shu boshda o'rilganlardan boshlab fikrni anglab boqili. Qisqa fikr qildi bular odatda. Biz shu naqshni anglab, radioda anglab cho'ng bo'lgan. Bu naqshni Kimet Pasha İşan ustozimiz aytgan. Andiki shu Rabiya Muhammad ustozimiz aytgan. Buningki ijodchisi İskender Seyfullah. İskender Seyfullah. Sözü Teypçe Eliyop. Buni shu do'lan muqomi asosida ishlangan. O'tag'an ma'lumlar yaxshi bildi, siz bilgansiz. Bu shunda qiyinlik darajasi yuqori, andikin ozroq bir ruh bunaqa talab qiladigan ajoyib xarakter bor bir naqsha. Shunga buni udul kelgan ayollarım tushunmaydi. Shuningga lekin bugun bu naqsha sizga shundoq tushibdi, men shundoq hayajonlanib ketdim. Chunki bu naqsha menga aytgan. Buni cho'ng orkestrga moslashtirib men bir aytgan. Shunga bu naqshini men bek shu yaxshi ko'radigan, hodiqim chiqadigan naqshning birisi bo'lib. Bugun shu menga shunda tegib ketdi bu naqsha. Ya'ni kelib buningdagi milliy alaydilik, furoq va ana xarakteri shunday yaxshi chiqibdi. Sizmi bek yaxshi ijro qildingiz. Bir shikayat furoqni yetishmaslik masalasi bor. Ama onundan başqa joylar menga zodi shu yoqdi. Chunki sizga kelsiz buni, ha? Agar uni endi menga kelsangiz, unda yerni men o'ngshayman. Azroq bir tuz ta'minlarini, azroq bir xurujlarini o'ngshaymiz. Rahmat. Ondan sizga kelsa qo'shilsiz. Albatta men kelsa qo'shilaman. Chunki men bek yaxshi ko'rdim. Chunki buni Minzu Chanfa milliy uslub desak bo'ladi-ku, ishqim to'g'ri. Minzu Chanfa mush milliy uslubdagi ovozda ish qilib, men shu bay degandek bu naqsha xililigi va naqsha. Nihoyat yaxshi ijod qilingan. Naqshlik asarning ichidagi biroz cho'ng badiiy asarlar shuga kirdigan shu salohiyatdagi naqshlarda boya deyilgandek bu naqshni aytsa naqshchi o'g'adi. Ular mush xil ovozdagi milliy uslubdagi naqshni aytadiganlarga nisbatan bir odiq chiqadigan bir naqsha aytgandek bo'ladigan bir naqsha. Onun ustiga sizningki haqiqatan biz shu bizgimi bolaligimizdan tortib shunday bizning balalik aslimalarimizni qilib qolgan shu naqshining shu tuyg'ularini sizdan topdim. Ovozingiz bak to'g'ri, bak haqiqiy milliy uslubdagi shunday ovoz tusidan keyin kichikna bir yomon iliqi doğrulmaydigan bir kichik bir inchik furoq shivalar borchu, bu Minzu Chanfa milliy uslubdimi? Bu narsa sizda tabiiy bor ekan. Bak chiroyli aytdingiz mencha. Shunga menmi mening gruppamga kelishingizni qizg'in qarshi olaman. Ammo bu yerga kelganda endi men agar Ayshagul muallimga bekroq ko'p tavsiya qilaman. Lekin siz, ya'ni ko'nglingiz meni tortib qolsa, menmi buning o'tizdan chiqishligim borligida buning gap yo'q. Ammo Ayshagul muallim endi buning biroz udul bir mushu kasbda, mushu milliy uslubda ovoz tarbiyalayotgan mushu nuqtasidan tavsiya qildim. Ammo mening gruppamga kelsingizmi qizg'in qarshi. Rahmat ustoz. Shundoq chiroyli o'rnab berdingiz. Siz aytayotgan vaqtda mening ko'z oldimga shu Ayshagul muallim bilan o'yin qo'ygan vaqtda Ayshagul muallim uzun chachlarni silib, tumoqlarni kiyib aytgan odatlari esim kelib ketdi. Milliy orkestr bilan
milliy ansambl bilan ishlab aytgan, shunda chiroyli aytib o'tgan. Hamda Ayşegül Muallim shu bir bizningki milliy uslubda bir yangilik yaratquchi, nurg'un ilmiy usulda haqiqiy fanfa bilan naqsh etishni o'rgangan. Ham mushu ustida to'xtamay izlanayotgan. Shuningga aytgan naqshsi qattiq qo'pol, qattiq, vaqirash, jaqrash emas. Haqiqiy hissiyat, bütün nefes bilan bo'lgan ovozchi. Buningda bizning mushu milliycha uslubga nisbatan bek cho'ng bir to'hfa qo'shgan Ayşegül Muallim. Shuningga siz mushu hozir bek chiroyli aytdingiz. Agar Ayşegül Muallimga kelsangiz, xudo hozir degandek, shu xuruchlarni bir azroq tanishib, tuz ta'mlarni uni buni azroq tanishib olsam, siz xilli bir yerga bora oladigan naqshchi ekansiz. Rahmat. Mening gruppammo sizga o'xshash shunday milliycha uslubda naqsh etadiganlarga muhtoj. Mening gruppamda siz qilishdagi ishlar bor. Mening gruppam kelishingizni qizg'in qarshi olaman. Rahmat dedi. Siz pat rahmat deb qo'ysangiz bular ezib ketdi. Fazlat xush kelibsiz. İpek Yolu sadası sahnasiga. Siz keldigan sahnatda shu. Axir kelibsiz. Bak xo'sh bo'ldim. Sizin kelganingizni ko'rib. Men bu qizni tunuyman. Biz 10 yillarni aşqanimiz mumkin. Biz burun hamkorlashgan. Biz shu o'z vaqtida Lopnur mashribini ishlagan vaqtda biz Lopnurning Qizil Gulim degan naqshni mush qiz aytgan. Ondan hozir shu nima dego, chaqliqdigo, Fazlat naqshini yaxshi aytidi. Men tos qapdim emasmi? Eng oxir bahor deganda besiyatdim, bo'lmasa sizni bir hamda mushu aytgan naqshingizni hozirlanganimning hurmatda uni keyindan albatta menmo agar kelsangiz yana shu burunqi pardada biz yana hamkorlashib ashundoq qilsak bo'ldi. Kelganingizdan bek xush bo'ldim. Rahmat. Bu fazilatmi rost ashundoq eliqi Qizil Gul degan naqshini yana bir bola bilan aytgan, ha? Kim tash bola? Maralvishliqmi? Muhammad Ali. Muhammad Ali maralvishmakda hozir. Muhammad Ali shu, ha. Jumlaq Muhammad Ali. Uruq vaqti o. Bu ma qizning ovozini men anglagan. Shu yomon chiroyli aytibdiki. Bugungi ovozim yana shunda chiroyli. Ma'lumlar hammasi yaxshi baho berdi. Yetdimi yana azroq danglaymiz. Rahmat. Shu hamda azroq danglaydigan şey olsa bu fazilatda alaqi tarbiyalab yuqtirib qo'yg'ili bo'lmaydigan bir tabiiy bir milliy uslubdagi naqshga tushadigan bir tabiiy talant xarakter bor ekan. Bu alomat chiroyli tedidi mana naqsh menga. Tabiat. Tabiiy. Shu haqiqatan Mavlan degandek ko'rlar xalqi ninki bir gul ekan, Qizil Gulim degan naqshni aytgan qilishliq, ha. Yaxshi naqsh ekansiz. O'zi shu naqshga foyda qilamdiki, tifosim shunday yaxshi gap. Uning ustiga bu Fazlat bir ish kuch qarab bo'ldi, qatnashma deb yurayotqili, hamda oxir vaqt soat kelibdi. Shunga bek xo'sh o'g'inimcha, mush qitim qatnashgan. Sizning eng oxir qaroringizdan olaylik. Mening eng oxirgi tanlashim Sizce bu mahirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Video İpek Guli sadası programımızda bo'lsin. Hoş avazla seynası, İpek Yolu sadası, İpek Yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazla seynası, İpek Yolu sadası. İpek Yolu sadası, sevginin yok çiğrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu sadası. İpek Yolu sadası, sevginim yok sigrası. Hoş avazlar seynası, İpek Yolu sadası. Hoş avaz. Gümüş dağlar
derman yeter dilekке. İpek yolu sadası, süygünün yok civrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, süygünün yok civrası, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası.